Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar Robbi Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat va durudlar, salom va barakotlar bo'lsin. Allohim, biz ojizligimizni, muhtojligimizni, zaifligimizni tan olib, o'zing buyurganingdek duo qilmoqdamiz. Sen bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek ijobat qilgin. Allohim, har bir musulmon bandangni iymonda, o'zingni toatingda va Habibing sollallohu alayhi vasallamni sunnatlarida bardavom qilgin. Allohim, har bir musulmon bandangni hidoyatda, taqvoda, iffatda va boylikda bardavom qilgin. Dindoshlarimiz orasida faqirlar bo'lsa, ularga saxovatli boy bo'lishlarini Allohim o'zing nasib etgin. Allohim, dindoshlarimiz orasida bemorlar bo'lsa, ularga shifoi kamolot aytgin ya Robbi. Allohim, dindoshlarimiz orasida musibatga uchraganlar bo'lsa, ularga sabr bergin va musibatlarini aritgin. Allohim,